Assalomu alaykum aziz obunachilar. 35-turimizda gilamli prizlari Cobalt avtomobillarimiz mana topshiryapmiz bir-bir. Assalomu alaykum. Sizimsiz? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Sizimsizlar? Qayerdan keldinglar? Farg'onadan Yozyovondan. Yozyovondan. Kim o'ynagan o'yinimiz? Ukam. Mana shu kun telefon qilgandir akam, ha? Nima dedi telefon qilib? Yutdim mashinada. Kechqurun telefon qilishibdi. Uxlab qolgan deydi. O'sha kuni endi uxlab qolgan ekanda. Yutdim, Cobalt yutdim, borib olib keling dedimi? Ha. Siz ukasi bo'lasizmi, akasi bo'lasizmi? Akasi. Akasi bo'lasiz. Mana aziz obunachilar, 35-turimiz gilamli priz Cobalt avtomobilida mana akamizni qo'llariga topshiryapmiz aka. Yaxshi kunlarga mining. Rahmat. Doim tagidan shamol o'tib tursin. Rahmat. Bir musofirlar yetilaylaringiz bo'lsa. Hammaga shunaqa prizlar nasib qilaversin. Alloh akbar. Aytganingiz kelsin. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kim bo'lasiz? Rahmat. Akasi bo'laman. Akasi bo'lasiz. Lutfullajonda. Bana aytgandir Lutfulla akam. Yutib oldim. U ham niyat qilib borgandida nimaga Rossiyaga? Bitta mashinam bor, ustiga qo'yib turib bir nima olaman deb Cobalt olaman deyotdi. Alloh mana nasib qilgan ekan. Xudoga ming marta shukr. Aytganingiz kelsin. Endi Cobalt o'zi yangi berdi. Xudo xolasin. Aka, rahmat, sog' bo'ling. Doim shunday xursand bo'ling. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlar ko'rishni nasib qilsin. Mana aziz obunachilar, ikkinchi avtomobilimiz. Assalomu alaykum. Sizimsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Keling, mana buyoqqa chiqing endi. Qayerdan keldingiz? Asakanlar yerdan mahallasidan. Naviyardan. Kim o'ynagandi o'yinni? O'g'lim o'ynagan. Va telefon qilgandir akam. Telefon qilib dada mashinaga yutib oldim. Tabriklang demang, sizga podarka dedi akam. Podarka. Mana aziz obunachilar, akamiz mana dadasiga Cobaltni podarka qilyapti. Doim sog' bo'ling. Rizqlarga baraka bersin. Rosa aka. O'ynanglar, haqiqatda sog' bo'ling. Doim mana xursand bo'lib yuring. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Yaxshi kunlarga mining. Keling endi. Assalomu alaykum. Sizingiz? Bari akamiz telefon qilganmiz. Akam telefon qildi, akam o'ynab Cobalt yutyapti. Mana ishonchli ekan, o'ynanglar, yutinglar. Xursandchilik bo'ldi. Xudoga shukr, bizga ham nasib qildi, o'ynab kelasdik. Obunachilarga to'shagan pullarga rozi bo'lsin, yana o'ynashda davom etsin, hammani omadini bersin. Yaxshi kunlarni ko'rish yana rahmat katta, sizlarga ham sog' bo'linglar. Assalomu alaykum xola. Assalomu alaykum aka. Sizimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi kelib oldinglarmi? Sizimsizlar? Qayerdan keldingiz xola? Qashqadaryo oblastidan Mirishkor tumanidan keldim. Kim o'ynagandi o'yinni? O'g'lim o'ynagan, Rossiyaga ishga ketdi. Bari telefon qilgandir sizga kechpay. Boshlangandan buyon o'ynab kelaychiydi. Telefon qilib nima dedi? Telefon qilib xursand, Cobalt yutdim dedi, xursand bo'ldik. O'zingiz borib olib kelasiz dedi. Ha, o'zingiz borasiz, ona dedi. 14 soatga keldik shu yerga. Rahmat. Katta Qiynalmadingizmi? El xizmatiga bo'ling,lar har doim. Aytganingiz kelsin. Hammaga yuqsin iloyim. O'yinlar to'xtamasin, davom etaversin. Rahmat. Mana aziz obunachilar, akamizni onalarini qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga mining. Rahmat. Doim tagidan shamol o'tib tursin. Rahmat. Boringlar ilohim. Rahmat. Xudo xolasa. Katta rahmat. Akamga ayting endi kelaversin. Ha, keladi. O'ynaydi, davom ettiraveradi. Xudo xolasa. Aka kim bo'lasiz siz? Bu ham o'g'lim. Ha, akamizni ukasi bo'lasiz. Telefon qilgandir baribir. Shunda tabriklar qo'ydim, xursand bo'lib o'tibdi. Xursand bo'lib, yaxshi yetib oling aka. Yaxshi kunlarni ko'rish nasib qilsin. Rahmat katta. Xo'p, sog' bo'linglar. Mana aziz obunachilar, oxirgi Damas avtomobilimiz 29-turda yutganda akamiz o'zim borib olaman deb niyat qildim, mana keldi. Assalomu alaykum. Sizingsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Elanmi kelib oldingizmi aka? Ha, assalomu alaykum. Ammo 15 kunmi, 20 kun saqladim Damas. Shunday, rahmat sizlarga. Qayerlisiz aka? Buxorolik. Buxorolik. Qaysi shahardaysiz? Bitirda edi. O'zim borib, o'zim minib ketaman. Kecha keldingiz aka? Kecha kelib tushdim. Mana aziz obunachilar, akamizni o'zini qo'llariga topshiryapmiz aka. Yaxshi kunlarga mining. Sizlarga doim sog' bo'ling. Siz ham sog' bo'ling, atrofdagilar sog' bo'lsinlar. Musofirlarga yaxshi. Musofirlarga nima deymiz, yaxshilarga. Shu topgan tutganlar to'y tomoshalarga kelsin, bu obunachilar hammasiga nasib qilsin shunaqa katta yutuqlar, sizlar ham ishlaringizga Xudo baraka bersin. Aytganingiz, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarni ko'rish nasib qilsin. 35-turimiz gilamli prizlari mana $10,000 olgan akalarimiz keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum xola. Siz qayerdan keldingiz aka? Toshkent viloyati. Toshkent viloyati. Kim o'ynagandi o'yinimizni? Bilan o'ynadi. Zafar bo'lan. Bari eshitgandir, siz yutib oldim degandir. Ha, eshitdik, xursand bo'ldik. Xursandchilik bo'ldim, borib olib kel dedi. Olib kel dedi, endi shuni olib keldik. Ishonch oldimi aka? Ishonch albatta bo'ldi. Mana aziz obunachilar, 35-turimiz gilamli prizi $10,000 akamiz qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin aka. Bir musofirlar yetilaylaringiz bo'lsa. Shu musofirlikda yurgan hammalarga baxt saodat bersin. Shu pul
o'yiniga tikib yutolmaganlar rozi bo'lsin. Ularga ham nasib qilsin ilohim. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Bundan ko'p nasib qilsin Sizga ham ilohim. rahmat. Xola, kimi bo'lasiz? Men jiyanim bo'ladi. Ha. Jiyanim. Eshitgandirsiz, aytgandir. Aytdi. Xursandchilik Rahmat sizlarga bo'ldi. ham. Sizga ham rahmat. Buyurib nasib qilsin unga ham, sizlarga ham. Aytgansiz, Sizlar ham bitta nimani ko'nglida ko'tarisizlar shunchalik. Rahmat sizlarga ham. Sizga ham rahmat. Yaxshi Ishlaringga yetib omadini olasizlar. bersin. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum opa. Siz qayerdan keldinglar? Andijon Buloqbosh. Buloqbosh. Kim o'ynaganda o'yningiz? Tog'am o'ynagan. Va telefon qilgandir. Ha, Nima dedi telefonda? Shu pul yutib oldim deb olib keldim. Xursandchilik bo'ldimi aka? Xursandchilik bo'ldi. Doim shunday xursand bo'lib yuraverdi. Mana aziz obunachilar, 35-turimiz gilamli prizi $10,000 mana akamiz qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin aka. Bir musofirlarga bartog'ingiz ham ko'radi o'zi. Ha, musofirdagilarga sog' salomatlik bo'lsin tilayman. Barcha ishlariga omad yor bo'lsin. Keyingi turlarda yana ham boshqalar yutishini tilayman. Rahmat. Kelavering deng endi. Ha, kelavering endi. Oz qoldi o'zi Assalomu keladi. alaykum opa. Alaykum assalom. Kim bo'lasiz? Meni ukam bo'ladi bu yutgan bola. Va eshitgandirsiz telefon qilgandir. Telefon qildi, xursand bo'ldik. Xursandchilik bo'ldi. 23-yili shu 15-may kuni 12 yutgandi. Sizlar chempion ekansizlar. 12 oluvdik 15-may kuni. Mana 25-yilda $10,000 pul yutibdi. Rahmat sizlarga ham, tanijoninglar sog' bo'lsin, omadinglar bersin sizlarga ham, musofirlarga ham. Alloh o'zi hamisha qo'llasin. Sog' salomat bo'lsin hammalari. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, salomatchilikda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Siz sog'ingiz yaxshimi? Siz qayerdan keldingiz? Biz bosgandan aka. Andijondan bosgan. Kim o'ynagan? Dadam o'ynagan edi. Bar telefon qilgandir shu. Ha. Nima dedi? Shu pul yutib oldim dedi. Xursandchilik bo'ldimi aka? Albatta aka. Aka jamoasida har doim o'ynardik. O'tgan safar ham o'ynadik. Yaxshi nimaga ilashib qoldik. Prizga. Endi xudo xolasa mana yana nima bo'ldi? $10,000 chiqdi. O'ynanglar, musofir yurganlarga hammaga omad, hamisha sog' salomat bo'lsin. O'ynasin aka jamoasi. Hamishalik zo'r jamoada. Hamma yo'q, chotki. Mana aziz obunachilar, akamizni o'g'illariga topshiryapmiz aka. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Xo'p aka. Ota-onam ko'radi bir. Sizlarga ham, dadamga salom, dada, o'zingiz ehtiyot qiling. Hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aka, rahmat. Yana ko'rishni nasib Xudo xolasa. O'zingiz ehtiyot qiling. Mana aziz obunachilar, 36-turimizda gilamli prizi Donfin avtomobilimizni akamiz yutgandi. Mashinani olishni istamadi, mana pulini olishni istadi. Assalomu alaykum aka, tuzimsiz? O'zingiz keldingiz, o'zingiz o'ynagansiz. Qayerdansiz aka? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Qaysi shaharda edingiz aka? Qumqo'rg'on, Tverda edim, Rossiyada. Tverda. O'zim borib olaman deb niyat qilgan ekansiz. Aziz O'ropda aka. Qachon keldingiz? Kechami? Kecha keldim. Mana aziz obunachilar, gilamli prizni mana akamiz qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Rahmat. Tilaylaringiz bo'lsa, hamma rozi bo'lsin, o'yna pul tikkanlardan. Hammaga nasib qilsin. Hammaga omad. Yana ko'p yutish nasib qilsin. Hammaga nasib. Xudo xolasa keyingi safar o'zim boraman aka. Omadingiz bersin. Yaxshi kunlarda ishlating. Xo'p. 35-turimiz gilamli prizda Cobalt avtomobilimiz mana akamiz keldi olgani. Assalomu alaykum aka. Tuzimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka kelib oldinglarmi? Tuzimsizlar? Qayerdan keldingiz aka? Andijon viloyat Balash tumanidan keldi. Kim o'ynagandi o'yinimizni? Ukam o'ynagandi, Rossiyada turib. Telefon qilgandir akam. Ha, telefon qildi. Endi o'zi xursand. Endi yaxshi niyat bo'lsa, yilda boshida ishlagan ketgandi, mashina olaman deb, mana Xudo omadini berdi. Allohim o'zi yetkaz niyatiga. O'yin rost ekan. Shu musofir yurgan obunachilarga tavsiya qilib qolaman. Omadlarini bersin inshaalloh. Mana aziz obunachilar, akalarning qo'llariga topshiryapmiz aka. Yaxshi kunlarga mining. Doim tagina shamol tutsin. Nimaki yaxshi niyat qilgansiz, niyatingizga yetinglar. Aka, bir musofirlarga tilaklaringiz bo'lsa. Musofirdagilarga tilaklarim hamisha endi avvalo inson bir joyga boradigan bo'lsa, bir yaxshi niyat bilan borishadi. Uy-joy qilaman, to'y qilaman, mashina olaman deb. Hamma musofirlarimiz omadini bersin. Kimki nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga yetaversin. Omadlarini yana ko'rish nasib qilsin. Xudo xolasa akazimlar. Kim bo'lasiz? Assalomu alaykum. Akam bo'ladi. Bari eshitgandirsiz. Ha, rosa xursand bo'ldik. Rosa xursand bo'ldik. Rahmat sizlarga ham mana. Sizlarga ham rahmat. Hammaga mana shunaqa Cobaltlar, mashinalar nimaki niyat qilgan bo'lsa, hammasini erishsin hammasi. Rahmat. Yaxshi kunlarga mininglar. Sog' salomatchilikda ko'rishaylik. Hozir boramiz, nomimizga natasi chiroyli qilib o'tkazib jo'nataveramiz. 35-turimiz gilamli prizi mana Cobalt avtomobilimizni yutgan ekan akamiz. Cobalt olishni istamadi, mana pulini olishni istadi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum opa. Qayerdan keldingiz aka? Qashqadaryo Kitobdan keldim. Kitobdan. Kim o'ynagan o'yiningiz? Akamiz o'ynaganlar. Va telefon qilgandilar shu. Ha,
Nima dedi? Telefon qilib shuni yutdim dedi. Xursandchilik Xursandchilik aytganishni. Kelanma kelib oldinglarmi aka? Yaxshi, xudo ishga yaxshi. Mana aziz obunachilar, akamizni omonatini topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Hech qachon tugamasin. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham katta rahmat. Aytgansiz. Omadlaringiz kelsin sizlardan. Nimaki niyat qilgan niyatlaringizni yetkazinglar. Hammamizga yaxshi niyat. Aka-ukalar o'yindiga ham, musofir yurganlar ham sog' salomat kun yursin. Hammamiz xudo omadini bersin hammasini. Sog' bo'lsinlar. Sog' bo'ling. Opa kim bo'lasiz siz? Yangi oilasi. Sizga birinchilardan telefon qilgandi. Ha, shu birga o'ynadik hammamiz. Sizlar chempion ekansizlar. O'tgan yil ham yutdik lekin, Arlonda yutdik. Arlonda o'zlari Abdurasul aka o'zlari olib borib kelganlar. Baraka topsinlar. Men bu yil nasib bo'lsa mana Kobaltga yutdik. Xudo ziyoda qilsin. Hammamizga nasib qilsin. Aytgansiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling, yaxshi yetib olinglar. Sog' bo'ling. Xudo xayr qilsin.